Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrdonlarim, tinch, amon, salomatmisizlar? Tuzukmisizlar? Bu kishim o'tirgan O'zbekistonlik Shayx Alijon qori domlani ukalari Abdulloh Misrda birga o'qiganmiz. Ismoil domlani taniymizlar, orqada o'tirgan Ismoil domla. Oldida turgan 4 tala o'g'il mana shu Abdulloh qori akamizni farzandlari. Yer yuzida hozir mana shu dunyo bo'yicha chempionda bular 100 mingta qorining ichidan kattasi birinchi o'rinda olgan, arablar bo'yicha, kichik birinchi o'rinda olgan, arab maslar bo'yicha. Uchinchisi 5 oy 4 kun ichida 30 pora Qur'onni yodlagan. Birinchi qorimiz demak 30 pora Qur'onni 10 ta qiroatda yodlagan. Vaqti bilan ustoziga Qur'onni boshidan oxirigacha qaramasdan 7 soatda ichida 30 pora Qur'onni o'qib beradi. Halfiyat ibn Malik, arab tili qonun qoidalari, grammatikasi. Bir kunda 40 ta 50 taga yaqin hadislar yodlashar ekan. Har kuni ozida 10 pora 8 pora Qur'on qaytariladi. Ya'ni subhanalloh deysiz, bu qanday baxtli otaki, 12 yoshlik farzand murattab qori, 10 yoshlik farzand murattab qori, 8 yoshlik farzand murattab qori, kichkina farzandlari ham endi boshlayotgan ekanlar. Tepadagilarning ijozalari yer yuzida hozir 28-ijoza eng kuchli hisoblansa, ichilalarda ham o'sha 28-ijoza bor ekan. 10 ta qiroatdan tasavvur qiling, 10 ta qiroatdan. Dunyo musobaqasining birinchi o'rin g'oliblari. Demak, boya aytganimda bittasi arablarning ichida birinchi o'rinda olgan, 100 ming qorining ichida, ikkinchisi arab maslarining ichida birinchi o'rinda olgan. Biz hozir bularning Qur'onlarini so'rasak, qaysi bet, qaysi sura, qaysi oyat, qaysi raqam, undan oldingi betni boshlanishi, undan keyingi betni boshlanishi, undan oldingi sura, Qur'oni Karimda bir kalima aytsangiz necha marotaba kelgan, qayerda kelgan, tasavvur qila olmaysiz-da. Shunchalik biz ajablandik, mashaalloh deymiz. Shunchalik ajablandikki, Alloh taolo juda bu odamga baxt bergan ekanda. O'ta qattiq xursand bo'ldik. Biz o'zimiz Qur'onni yodlamasak, masalan, farzandlarimiz bir marta bitta qiroatni yodlasa qancha xursand bo'lasiz? 10 qiroatda mana farzandlarning hammalari qori, subhanalloh. Shomdan keyin ancha bular bilan xuftongacha suhbatlashib o'tirdik, mashaalloh. Hammangizni farzandlaringiz ham mana shunday qori akalarimizdan bo'lsin.